Assalomu alaykum, hurmatli mani podpischiklarim, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Mana sizlar bilan bugun motivatsiya haqida gaplashmoqchimiz. Shu motivatsiyadan o'zinglar har kun takrorlasanglar, yaxshi yutuqlarga erishasizlar. Har kuni yangi imkoniyatdir. Kechagi xatolaring seni to'xtatmasin. Ular senga kuchliroq bo'lishni o'rgatadi. Hayotda eng muhim narsa boshlash va to'xtatmaslik. Agar sen o'zingga ishonmasang, boshqalar ham senga ishonmaydi. Ishtiyoq va qat'iyat bilan ishlangan odamni hech qanday to'siq to'xtata olmaydi. Buni unutish kerak emas. Eslab qol. Vaqt o'tadi, lekin sening har bir qadaming kelajagingni quradi. Bugun kichkina qadam tashla. Ertaga katta natijalar ko'rasan. Sen hammasiga qodirsan. Shuni o'zinglar har kun takrorlasanglar, yaxshi yutuqlarga erishasizlar. Mana motivatsiya sizlarga-da. Bugun mana bizning birinchi darsimizda, keyingi darsimizda yana motivatsiya haqida dars o'tamiz.